Mendan ham ko'proq podpischiklarim kutgan kun keldi. Koreyadagi eng mashhur o'zbek bloger bilan ko'rishamiz. Buni sababchisi ham albatta podpischiklarim. Hamma videolarimda nari bilan ko'rishinglar deb atmetka qilaverganinglardan keyin oxiri tanishishimizga sabab bo'ldinglar. Zakazlaringlarni Erjondan berib yubordim, pochtadan jo'natib yuborishlari uchun. Ular meni avtobusgacha kuzatib qo'ydilar. 1,5 soatli yo'lda bahonada video joylashga ham ulgurdim va mana birinchi uchrashuv ham bo'ldi. To'g'risi, tanimagan odamim bilan birinchi uchrashishimdan oldin hayajonlanaman, hattoki u mashhur inson bo'lmasa ham. Lekin shunda ko'rishishimiz bilan salomlashishimizdan boshlab xuddiki necha yillik tanishlarday gaplashib ketdik. Restoranni 1,5 ga bron qildirgandim. Men sababchi bo'ldim bunga, to'g'risi. Hali vaqt borligi uchun kafeda ham ancha suhbatlashib o'tirdik. Bir-birimizni yaxshi tanimaganimiz uchun men nima yeb, nima yeya olmasligimni bilmaganlari uchun shvedskiy stol restoranni taklif qilgandilar. Men jonim bilan qabul qilgandim. To'g'risi, meni ko'rinishim go'rdek ko'rinadi deb o'ylayman. O'shaning uchun ko'pchilik men bilan gaplashib keta olmaydi. Menda ham xuddi shunaqa holat. Menga gapirmagan, menga yaqinlashmagan inson bilan men o'zimcha umuman tanishib, yaqinlashib keta olmayman. Balkim shuning uchundir ancha hayajonlangandim. Nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi, u qizning xarakteri qanday? Men internetdagi videolarga qarab fikr yuritadigan qiz emasman. Sababi meni soham ham shu. Internet sohasida bo'lganim uchun faqatgina videoga qarab fikr yuritish noto'g'riligini juda yaxshi bilaman. Mana shu joyga ahamiyat beringlar. Kiyimimga ovqat tekizganiga emas, sotuvchi meni ogohlantirib o'zi tozalab qo'yapti. Meni gapimga qaytadigan bo'lsak, men nari haqlarida umuman hech qanday fikrga ega emasdim. Yoshlari mendan katta, yashash tarzlari umuman boshqacha. Tем более birinchi uchrashuv, bir-birimizni umuman tanimasdik. Agar taassurotlarim qiziq bo'lsa, videoga yaxshilab ahamiyat berib ko'rgan bo'lsanglar, o'tirganimizda ham, turganimizda ham, ovqatlanganimizda ham, shopping qilganimizda ham tinmasdan gaplashib yurdik. Ish haqida, karyera haqida, internet sohasi haqida, o'zimizning tajribalarimiz haqida, oilamiz, boshimizdan o'tkazganlarimiz, umuman olganda necha yillik tanishlardik, soatlab suhbat qilib ham gapimiz tugamadi. Video olish u yoqda tursin, hattoki telefon ushlab istoriya qo'ymaydigan. Vaqt juda ham tez o'tib ketdi. Odatda faqatgina yaxshi chiqishgan insoningiz yonida vaqt shunaqa tez o'tib ketadi deb o'ylayman. Ayniqsa hozirgi zamonda juda ham ko'plab insonlar hayotda hech qanday o'rni bo'lmasa ham juda ham kibrli. Nari esa hayotda shuncha yutuqlarga erishgan holatda ko'ngli ochiq, samimiy inson ekan. Uyga qaytish vaqti kelganda ko'zimni ocha olmay qoladigan darajada uyqusirab, zo'rg'a manzilimga yetib keldim. Asosiysi kunim maroqli va qiziqarli o'tdi. Bugungi video shu yergacha edi. Like va podpiska bosib qo'yishni unutmang.